Bu olam anchagina sokin ekan. Bu nima? Assalomu alaykum. Oshni tatib ko'rmaysizmi? Osh? Nima u osh? O'zbekistonning milliy taomi. Undan yomonlik sezmayapman. Mazali. Yoqqanidan xursandman otaginam. Bu olamda yaxshi odamlar borligidan xursandman. Anchadan buyon shunday olamni qidirib yurgandim, menimcha topgandayman. Men shu yerda ekanman, chol. Sen va boshqalarga hech kim xavf sola olmaydi. Albatta, meni himoya qilasanmi? Ja qiziq odam ekansan u. Unda meni uylantirib qo'yish shu oxirgi tilagim. Bir do'stim bo'lardi, u ham tinchlikda deb uylanmasdan o'tib ketdi. Oho, menimcha shu yerda qolib ketsam kerak. Bu yerdan chiroyiga yarasha chiroyli qizlar ham ko'pdir. Bu qaysi g'ilayn ishi? Odam-podammas ekan. Sal qolganida uylanmasdan o'tib ketardim-a? Ishkal. Oy, bitta qizni deb shunchalik janjal ko'tarib orishdingmi? Endi bo'lmay ketdi og'aynilar. Bitta qizni deb, Sen kimsan, boboy? Sen aralashma. Kattaga hurmatsizlik yaxshi emas. Nimaga ursam ta'sir qilmadi? Balkim bu proteinning kuchidir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanaqa protein? Protein zarar-ku. Mani emas, ota-bobolarimni qo'li. Battar bo'l. Nihoyat uylanaman. Biling, manchi.